Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, nasldor buqa ishqibozlari akalar. 2 dona toza qonli go'lishtian friz buqalarimiz bor. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz akalar shularni. Telefon qilaverasizlar akalar mana. Bugun 16 oktyabr hafta kuniga payshanba. Andijon viloyati Sharxon tumanidan bo'lyapti. O'zimiz xonadondan. Videoni qisqa qilamiz, tez tushuntiramiz akalar. Mana buqalar ko'ringlarchi. 1 yashardan bo'ylari 1.35, mavsuniki 1.38 chiqyapti. Qo'yoq suyu 1.35 pirustanga beraveramiz akalar. Hamma yo'g'i joyida, tonna qilaman deydigan akalarga toza qonli Yevropani buqalari akalar. Yo'lishdan friz Yevropaniki. Yo Fransiya yo Daniyada ona qonida kelgan. Gigant mollar akalar. Jupini bo'lsa, jupini 45 million so'm, ozgina xayri bor. Dastlabkasi vodiy bo'ylab akalar. Telefon qilaverasizlar. Faqat like bosib qo'yinglar akalar, like bosmayapsizlar-ku. Arziydimi, arzimaydimi ko'ringlarchi. 22,5 milliondan hashakim olib pulni so'rayapman akalar. Qaranglar. Ko'ringlar akalar, bosib o'raydigan joyi. 45 million so'm bo'lsa, xayrini qilib beraman akalar. Telefon qilaverasizlar.